25 dekabr kuni katta o'g'limni tug'ilgan kuni. Hammaga assalomu alaykum. O'g'limga nima sovg'a qilishni o'ylayapmiz xo'jayinim bilan. Nima maslahat berasizlar? Nima sovg'a qilsak bo'ladi? Xo'jayinim aytadilar. Telefon yoki notebook olib beramiz dedilar xo'jayinim. Men bu fikrga qarshiman, chunki hali yosh bola, 2-sinf, telefonim, notebookam kerakmas deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Xo'jayinim mayli o'ylab ko'ramiz deb qo'ydilar. Maslahat bersangizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Bu meni ertangi kunga zagotovka salatlarim. Obunachilarimdan ko'plari yozgan ekanlar, iloji bo'lsa ko'proq hikoyalaringizdan chiqaring deb. Hozir sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamning nomi Orzu. Farzandim dunyoga keldi. Bu xabarni samolyotga ulgura olarmikinman degan xayol bilan band paytimda eshitdim. Men hali bu joylarda safarda ekanman. O'g'lim yurishni o'rgandi, gapirishni ham. Biroz katta bo'lgach, sizga o'xshashni xohlayman dadajon. Katta bo'lganimda xuddi sizdek bo'laman degan gapini eshitib, boshim osmonga yetdi. Kuni bo'yi ishxonamga necha martalab telefon qilar, "Qachon kelasiz? Ertaroq qayting" deb takrorlardi. "Xo'p o'g'lim, xo'p, iloji boricha ertaroq boraman. Keyin birga o'ynaymiz." Shu tarzda yillar o'tdi. O'g'lim 10 yoshga kirdi. Tug'ilgan kuniga koptok sovg'a qildim. Juda ham suyundi. Bo'ynimdan quchoqlab rahmat aytdi. Keyin "Dada, birga o'ynaymizmi?" dedi quvnoq ovozda. "O'ynaymiz albatta o'g'lim, faqat hozir emas, ishlarimni bitiray, xotirjam biror joyga borib, yayrab to'p tepamiz." "Rostdan oborasiz-a?" so'radi sevinib. Keyin qo'shib qo'ydi. "Katta bo'lsam, sizga o'xshayman." O'g'lim oldin maktabni, keyin universitetni yaxshi baholarga tugatdi. Diplomini olgan kuni quchoqlab tabrikladim. "Sen bilan faxrlanaman" dedim ko'zimga yosh to'lib. O'sha kuni u bilan gaplashkim keldi. "Bugun bir gaplashib o'tiraylikmi?" dedim. "Zo'r bo'lardi dada. Qancha yillardan beri o'tirib gaplashmadik", javob berdi. "Lekin dada, xafa bo'lmang. Bugun o'rtoqlarimga so'z berganman-da. Keyin nafaqaga chiqdim. Nafaqadagi odamda eng ko'p narsa bu bo'sh vaqt. Zerikkanimda uzoq shaharda ishlayotgan o'g'limga telefon qilardim. Uning esa gaplashishga kamdan kam fursati bo'lardi. Doim bir joyga shoshilib turardi. Vaqt topishim bilan albatta boraman dadajon. O'zim ham sog'indim. Ishlarimni ko'rmaysizmi, kundan kunga ko'payapti. Balki kelasi haftaga imkon toparman. O'g'limning kelasi haftasi hech kelmadi. Shu suhbatdan keyin bitta haqiqatni tushundim. O'g'lim maqsadiga yetibdi. Doim menga o'xshashni orzu qilardi. Ulg'ayib xuddi mening o'zim bo'libdi. Hikoya yoqqan bo'lsa, like, podpiska kutib qolaman azizlar.